Assalomu alaykum barchaga. Mana bugun biz Makon Trip oilasi bilan yo'lga chiqib ketmoqdamiz. Şimdi biz markete geldik. İftarlık için yiyeceklerimizi aldık. Şimdi de yola çıkıyoruz. Hamma o'ziga yoqqan zakuskalarni olib, hozir endi yo'lga chiqib ketamiz. Makon Trip! Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana biz yetib keldik manzilimizga. Hozir mana bu yerda mafiya o'ynashmoqda. Ko'rib tursangiz bo'ladi, o'yin juda ham avjida. Mana bu yerda bolalar voleybol o'ynashmoqda. Ana yerda qizlar video, Instagram reelslar olishmoqda. U yerda esa bolalar toqqa chiqib olib, tepalikdan mana bu atmosferaga nazar solishmoqda. Va u yerda hozir osh tayyorlash ishlari ketmoqda. Va bizani halolni zo'r narslar kutmoqda. Kuzatish davom eting. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك. Atmosfera qanday aka? Chotki. Voy, bitta so'z bilan chotkimi? Qolgan so'zlar bilan ta'riflab bering. Yo, saribizda bo'lmaydi hozir. Mehnat qilamiz, jovonamiz. Yo, qarasak bo'lmaydi. Biz kadrga qaramaymiz. يرتوي بالحب قلبي حبي خير Atmosfera juda ajoyib. Bilmayman nimaga, может быть, hali hammaning qorni ochligi uchunmi, hammaning energiyasi to'la vaqtni qanaqa tezroq o'tishi uchun hamma yo'llarni mafiya o'ynayapti, biz bu yoqda TikTok olyapmiz, anta rasm tushishyapti, anta varriya uchirishyapti, bu yoq tomonda oshga harakatni уже boshlashgan. В принципе, atmosfera top. Ждем вечер. سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Iftorligiga ham sanoqli daqiqalar qoldi. Mana bizning dasturxonimiz tayyor. Undan tashqari bizning oshimiz ham tayyor bo'lib qoldi. Hozir suzamiz va hammasi ko'ngildagidek o'tmoqda. Undan tashqari va undan keyin kino qo'yiladi va mana kostyor olov yoqildi va kartoshka va boshqa o'zimiz bilan olib kelgan narsalarni o'sha olovda qo'yib olamiz olovga. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. I've been waiting
Mana iftorliklarni tugatib olib, gulxana atrofida marshmellowlar pishirib, chipslar yeb, kelinglar kuzatamiz. Bizani atmosferamizni ko'rsanglar bo'ladi. Hamma muzika aytyapti. Atmosferani ko'rdinglar, qorong'i tushdi degani bu tugadi degani emas. Bizani kuzatishda davom etinglar. Mana bugungi kunimiz o'z nihoyasiga yetdi. Biz hamma joylarni tozalab, yig'ishtirib bo'ldik. Hech narsa qolmadi. Ko'rsatib bo'ladi. Operator ko'rsating. Yig'ishtirib, toza qilib, xudo xolasa endi Toshkentga qaytamiz. Oxirgi hammaga rahmat.